Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Shahrimizdagi tirbandliklar, svetoforlardagi uzun navbatlar yoki yo'ldagi xavfsizlik masalalari sizlarni ham o'ylantiradimi? Bu muammolarni shunchaki kuzatish emas, balki ularga ilmiy va amaliy yechim topish vaqti keldi. Hozir biz Farg'ona davlat texnika universiteti transport vositalari muhandisligi kafedrasi yo'l harakatini tashkil etish yo'nalishi talabalari bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlar o'tayapmiz. Bizda dasturlar faqat xonalarda emas, bevosita real yo'l sharoitida zamonaviy dasturlar yordamida transport harakatini optimallashtirish, yo'l-transport hodisalarini oldini olish bo'yicha xavfsizlik tizimlarini yaratishni o'rganamiz. Bizda darslar faqat kitob o'qishdan iborat emas. Ko'rib turganingizdek, bugun talabalar bilan birgalikda shahar markazidagi ko'chalarning birida o'z amaliy darslarimizni olib bormoqdamiz. Biz tanlagan kasb olib borayotgan ishlar bo'yicha shahar markazidagi avtotransportlarning tirbandligini oldini olish bo'yicha loyihalarimizni tayyorlamoqdamiz. Biz tanlagan yo'nalish kelajakda albatta o'z natijasini ko'rsatadi. Biz faqat diplom bermaymiz. Biz bugungi kunda transport tizimini boshqaradigan, harakat xavfsizligini tashkil etish bo'yicha yuqori sifatli kadrlarni tayyorlaymiz.